Qarang do'stlar, imtihonni birinchi joylashishdan boshlaymiz. Oching eshikni, o'tiring. Hop, qarang, o'tirganingizda spleniya bosib ko'ringchi birinchi. Oyoq yaxshi yetibdimi? Tekis bo'lib qolibdi, oyog'ingiz sal bukilib turibdi. Ana shunday bo'ladi oyog'ingiz. Hop, endi sidiniya, spinka. Suyanganingizda yotib olmaysiz ko'chaning singari. Sal tikkaroq bo'ladi, mayli, belimiz ozgina og'riydi, lekin mana oldimizdagi vidni ko'rib yuramiz. Hop, eshikni yopib qo'ying. Qarang siz mana bakoy ko'rganingizda, shuna qaraganda bakoydan mana orqa baloningiz bor-ku, qay bosganini ko'rishingiz kerak. Nimaki siz palasani nazorat qilib yurasizda. Bakoy 12 tomonidan pastlaysiz, pastlang. Leg olib. Pastlaying. Yo ichkariga emas, pastga, ha, ana shunday. Pastlaying. U siz buni qaraganda mana orqa balon ko'rinyapti. Endi o'ng tomonni pastlaysiz. Pastlang. Orqa balon ko'rdingizmi? Böyle ana shunday qilib sozlab olasiz. Endi remen taqib olasiz. Remen taqish обязательно shart. Bizdagi remen soddalashtirib ustimizdan o'tkazadigan qilib qo'yganman. Endi har doimgi taqqan bundan o'tkazib taqaverasiz. Hop, siz imtihonga tayyorsiz hozir. Endi start oldiga boramiz, o'z video o'shanda davom etadi. Start oldiga qo'yib beradi mashina, mashina. Bizga o'xshab o'ynadi, meniki emas. Xalostoy holatda urishni ko'tarilgan turadi. Chiqib sidinlarni sozlab, bakoylarni sozlab, shuni orqa balon ko'rishingiz kerak qay bosgan. Давайте birga o'ying. Pora chapga qo'yamiz, rushni tushiramiz. Orqa balon start chizig'idan o'tadi, pora o'shanda uchirasiz. Uchiring pora yaxshi. To'xtamiz, stop bo'ldiga. 3 gacha sanaysiz. 1 2 3. Bu chiziqqa bakoy tagidan olasiz, orientirni. Bakoy tagidan qarasangiz, u chiziq ko'rinadi, o'shani to'xtayverasiz. Yana ozgina spleniya tormoz bo'ldi. Rushni to'xtaymiz. Tormozni qo'yib ko'raylik, rushni ushlabdi. Gaz bir xilla bo'lsa, u оборотda 2000-3000 ga olib chiqing. Bir xilla ushang endi, qimillamasa gaz. Spleniya sekin ko'taring. Spleniya sekin ko'taring, rushni o'tayman. Ko'taring spleniya. Yangicha. Yana ozgina. Mana orqasi pasaydi. Pasaydimi? Spleniya ham qimillamasa, gaz ham qimillamasa, rushni tushiring. Tushiring boriga. Qimillamasa oyoq. Böyle spleniya bilan gazdan oyoq olamiz. Tormozni o'zini sal-sal bosib tushasiz. Yaxshi. Ashina bo'ladi. Bir xilda birinchi. Bakoy. Salki. Burilishlarga kelganda spleniyaning oxirigacha bosib olasiz. Bu mashinaning tezlab ketmasligiga ancha yordam beradi. Agar bu ham yordam bermasa, tormozni oyoq uchida sekin bosib burilasiz. Mashina qancha sekin yursa, o'shancha sizga ko'proq bo'ysunadi. Xavfli burilishga kelganda o'rtadan yurasiz. Chap yonga yo o'ng tomonga yaqin bo'lib ketmaysiz. Yana ozgina kelasiz. Yana ozgina. Spleniya tormozdan ketdi. Bakoy keladi, ha? Mana holatda. Burang polni. Yuring. Rolni qaytarmay turing, mashina tekis bo'ladi. Sekinroq yurib qaytarib olamiz. Tekis tursa rol. Endi o'ng tomonga bakoy keladi. Yancha. Bo'ldi. Polni burang. Yuraylik. Mashina tekis bo'ladi, undan keyin rolni qaytaramiz. Mashina. Ertaroq qaytarib olsangiz, mashina qiyshib chap tomonga ketib qoladi. Yana ozgina kelamizda. To'xtaylik, setor poylayveramiz, zangor bo'lsa. O'charkanda bor kunimizgacha. Tormoz o'sdi, ketmasin. Setor poylagan to'xtasa bo'ladimi degan savol berman, ha? Bo'ladi to'xtasa. Bunga jarima bali yo'q. Qizil ko'rinibdi-mi? Sariq qo'yotganda yuraverasiz. Svetofor nimaga poylanishini videoning oxirida aytaman. Sariq yonda yuravering. Bakoy keltirib, burayvering. Tezroq setor o'chib qoldi. Chorrahada o'tishimizda sal tezroq o'tib olishimiz kerak. Yashillar kirib turib, o'rtasiga kelganda qizillar qolib ketsangiz ham yiqilasiz. Chorrahada o'tib olib sekinlayverasiz. O'ng tomoningizda ilonzi mashq keladi. O'ng tomondagi birinchisi bizniki, undan keyingisi katta mashinaniki. Katta mashina ikkinchisi ketdi, biz birinchisi kiraveramiz. Sal kengroq. Burang. Tumshug'iga qarab yuring. Birinchi o'ng palasaga yaqinroq yuray mashina. O'ngroqdan. Endi chap palasaga yaqinroq yuradi mashina. Bu yerda ikkita palasa bo'ladi. Biri sariq, eng chekkada oqi bo'ladi. Sarig'i bossangiz 20 ball olasiz, oqni bossangiz 100 ball olib, biralo chiqib ketaverasiz. Yana ozgina yuraylik uchun to'xtaymiz bo'ldi. Svetofor poylaymiz yana bitta. Sarig'i yonsa ketdi, bo'ldi. Bosaylik, gaz. To'g'ri, ha?
Sterilkaga qarab yuraverasiz. Chorrahada ikkinchi marta o'tganimizdan keyin o'ng tomonimizda yon parkovka mashqi keladi. O'ng tomondagi birinchisi CD kategoriyaniki katta mashinaniki, undan keyin 3tasi yengil mashinaniki, B kategoriyaniki. Chorrahadan o'shnaqa sal gaz berib tezroq o'tib olgandan keyin bag'da gaz berish shart emas. Pоворот shart emas parkovkaga kirishda, chalg'itadi bizni. Bakoy keladi, buraydi. O'rtadan olib kelasiz parkovkaga. O'rta bo'ladi. Yana ozgina kelamiz. To'xtang. Sal o'tib ketdi. Mana bakoy tagidan qarasangiz mana. Oldingizda sariq palasa ko'rinadi, o'sha ko'rinsa to'xtayverasiz. Zadniyaga soling. Rulni polni chapga burang. Yurishdan oldin, yurish vaqtida emas, yuramiz. Chap tomon kuzatamiz. Bosadimi yo'qmi? Orqa balon. Bosmaydi. Bosmaydi, ha? O'tarkanmi? Yaxshimi? O'ng tomon kuzating endi. Bosmaydimi? Yo'q. Kelaverasiz keyin. Mashina tekis bo'ladi, to'ppa-to'g'ri o'tgan maydon hosil bo'ladi. Yana ozgina, yangicha. Qaytarmay turing rulni. Yana ozgina. Rolling tekis bo'ladi. Rollingni qaytaring. Ikkita qaytaring. Yuramiz orqaga. Orqa baloningiz oq palasaga chiqadi, to'xtaysiz. Sekin-sekin yana ozgina. Bo'ldi. So'ling birga. Endi mana bakoyingiz yana palasaga yetadi. Yana ozgina kelaylik. Yangicha. Keldi palasaga, ro'parasiga. Polni bilan o'ngga. Mashinamiz to'g'ri bo'lganda bitta to'xtaysiz. Yana ozgina. Rol qaytarib. Chiqamiz to'g'riga. Yana bu tomon bakoy keltiramiz palasaga. Burang boshdan, polni. Yuraylik, yaxshi. Mashina tekis bo'ladi, undan keyin rol qaytarasiz. Mana shu. Zo'r. Burang. Bir marta parkovka qilganingizdan keyin bo'ldi, boshqa parkovka qilmaysiz. Shu bilan to'g'ri Chorrahaga boraverasiz. Tekis yo'lda yurganda oz-moz gazni bosib olsangiz bo'ladi, lekin kuchli bo'lsa 20 dan o'tkazib yubormang. 20 dan o'tib ketsa 100 ball. Belgilangan mashqlardan tashqarida 2 ga solsangiz, zadniyaga solsangiz, ular ham 100 ball. Agar birinchi qilgan parkovkamiz zaynit bo'lsa, aylanib kelman endi bor boshqalar, o'shalarga olib kiraysiz. 3 ta parkovkada bittasiga ham kirmay o'tib ketsangiz, u ham 100 ball jarimaga sabab bo'ladi. To'g'ri chapga. Yuramiz, ketdik, qani. Yuramiz, o'rtaga chiqasiz, ro'paradagi transport vositasini o'tkazib yuborib, yana ozgina. Endi chapga buraylik. Buraylik, polni. Chorrahada ro'parangizdagi transport vositasiga yo'l bermaslik bu ham 100 jarima baliga sabab bo'ladi. Nafaqat Chorrahada, balki yo'l bering belgilarida ham boshqa transport vositalariga yo'l bermaslik, ular ham 100 ball jarimaga sabab bo'ladi. Agar imtihon markazi oldingizda birorta mashina olib qolsa, distansiya olib yurishingiz shart-a? Shuni qaraganda orqa bolani ko'rib yurishingiz kerak oldingizdagi mashinani. Yaqinroq borib olsangiz, siz yiqitib yuboradi imtihonni. O'shani mashinchalik distansiya olmaysiz. Bakoy tagidan qarasangiz, oldingizda palasa ko'rinadi. Stop chiziqni olaysiz. 3 gacha sanab ketdi. Temir yo'l kesishmasidan o'tgandan keyin tezlash bo'lagacha gaz bosmasdan tixotda boramiz. Ko'k 20 da prosta 2 ga olamiz. Gazi qattiqroq bo'lsa, tezlikni 22, 23 ga olib chiqsangiz yetadi. Mana orolchada sikillab, birga mashina. Sikillatganda mashina to'xtab qolmaydi. Sikillaydi xolos, ha? Bo'lmasa aydagi mashina sikillatmasangiz, birga tushmaydi, 3 ga o'tib ketib qoladi. O'sha pоворot yo'q shart emas? Yo'q, qarang, bu yerda pоворot yo'q shart emas. Pоворot yo'qish kerak bo'lgan joylar 4 ta xolos. Start, finish, 2 ta chorraha. Birinchi chapga burilish, o'ngga burilish. 4 ta joyda yo'qish xolos. Parkovkaga kirish, parkovkadan chiqish umuman kerak emas pоворot. Doim. O'zi mana burilishdan narigi burilishgacha mana shu avarniy zona hisoblanadi. Mana shu yerda mana shu vivlaga oz chiqadi o'zi. Vivlaga oz chiqish bilan siplanib olamiz avarinka. 2 sekund choladi. O'sha 2 sekundda ichida siz to'xtab avarinkani yoqqan bo'lishingiz kerak. Kech qolsa 15 ball. 5 gacha sanab keyin o'chirasiz. Erta o'chirib qo'ysangiz, mashq chala bajarilgani uchun 20 ball olasiz. 6 sekund, 7 sekund o'chirsa hech narsa qilmaydi. 10 sekundda o'tib ketmasa bo'ladi. Yana harakatni boshlayverasiz. Avarinkani o'chirmay yuraversangiz 5 ball jarima. Ko'pchilik o'quvchilarimizda bo'ladi-da, finishga ozgina qolganda chap oyoq charchab, plus unga hayajon bo'lib, oyoq qaltirab qoladi, siplani bosib turadi. O'shani mashina kutadigan holatlar qolsa, skorost xalas qo'yib, o'shani rushni tortib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Chap oyoqdan berasiz. O'sha paytda. Band bo'lsa sheyda kutasiz. Ana oq uzuq-uzuq ko'rsizmi? Ajina ichkariga kirdingiz degani o'zi 2 minut sanash boshlaydi degani. Har bitta mashqa 2 minut beradi parkovkalarga.
2 minut sanash boshlayveradi, o'shancha kutib turasiz, band bo'lsa. Mana o'tsa-ku. U o'rtadagi oq uzuq-uzuqlar. Keyin yarimta narsa ashuna olib kirdilar orqaga. U oldi balolar agar o'sha uzuq-uzuq bosib olsa, orqaga yurtgan payt 100 balashi. Oldiga yurtganni bosib kirsa bo'laveradi. Shu orqaga parkovka qilganda oldi balon bosib bo'ladi. Ha, ketdi. Iloj bo'yicha men parallel parkovka 3 ta bo'ladi-da. Boshdagi biri bilan 2 ga kiramiz, u 3-siga bormaymiz. Yaqinroq olib kelib, oralari yarim metr bo'ladi. Bunda oraliq masofa katta rol o'ynaydi. Yarim metrda katta ham bo'lmasligi kerak, kichik ham bo'lmasligi kerak. Ozgina orqa-roqqa yurib, bolaningiz burchani ro'parasiga olib kelib to'xtatasiz. Undan keyin rolingizni oxirigacha o'ngga burasizda, o'ng tomon orqa bolaningiz uzuq-uzuq sariq chizig'i bosgungacha yurasiz. Sekinroq bo'lib bosib to'xtaymiz, yaxshi. Undan keyin rolingizni 1,5 ta qaytarib to'g'rilab olgandan keyin chap tomoningiz sariq uzuq-uzuqni bosadi. Chap tomondagi pallasa bosilgandan keyin rulni to'lig'icha chapga burasiz, o'ng bokoviga qarab, o'ng tomon ikkita bolaningizni oq pallasiga olib chiqib qo'yasiz. Kelayri tekis bugungacha. Yo, rul to'g'rilamaymiz-ku. Aytgancha, parkovkani bajargandan keyin rulingizni orqaga qaytarmaysiz. O'shanda turgan holatida birinchi skorsga so'lib, oldiga qarab chiqib ketasiz. Aks holda burchadagi pallasani bosib, imtihondan yiqilib chiqasiz. Parallel parkovkada orqa baloningiz ba'zida chiqmaydigan holatda tursa, ba'zida o'tib ketadigan holatda ham turadi. Unaqa holatlarni qanday qilib to'g'irlash o'zi ko'rib chiqamiz. Birinchi o'l chiqmaydigan holatni ko'rib chiqamiz. Chiqmaydi, ha? Rul 3 ta qaytarasiz. Davay. 1 2 3. Ushlab turing. Yuring sekin, orqa balonni sal ilintirib olamiz. Yuramiz ozgina. Yuramiz. Yana ozgina. Ilinadan chiqadi endi. Davay, qayta polni chapga oxirigacha. Oxirigacha burab, ha? Yuraverasiz endi. Yuravering, zo'r chiqadi. Yana ozgina. Bo'ldi. Endi ikkinchi holat. Agar shunaqa o'tib ketadigan holat bo'lsa, yana o'ngga buramiz. To'liq. Endi birga olamiz. Oldiga yuramiz, mana ozgina to'g'rilangungacha. Yana ozgina yuramiz. Bo'lin chapga burab, olib chiqa olamiz. Polni burab. Burang polni. Yuramiz endi. Zadniga solib, ana shu. Tekis bo'ldi. Endi ozgina oldiga yurganimiz hisobiga rulni to'g'rilab, ozgina orqaga yuraveramiz. Tez faqat. Bir. Da. Ozgina orqaga yuraveramiz. Bo'ldi. Agar sizni yoshingiz kattaroq, harakatingiz sustroq bo'lsa, ushbu amallarni qilishingizni tavsiya qilmayman. Sariq uzuq-uzuq chiziqda 3 ta baloningiz ichkariga kirgan bo'lsa, sekin birga olib chiqib ketsangiz ham bo'laveradi. Boshqa chala bajarganingiz uchun 20 ball jarima beradi xolos. Boya aytganimdan keyin chorrahada pоворot yo'q qiladi. Bakoy kelayotgan buraya. Bakoy keladi o'rtadagi palasaga. Yana o'zgina. Burayring, bo'ldi. Shu o'rtadagi palasani bosib qo'yadi ko'pchilik. 100 ballda. O'ngdagi ham, chapdagi ham, o'ngdagi ham, chapdagi ham palasa 100 ball. Pоворot o'ngga yo'q yetadi. Orqa balon finishlab o'tgungacha pоворot yo'naqtiradi. Uçib qoldi erta 5 ball. Bo'lsa to'xtaysiz, hech qayerga bormaydi. Bitta xodim keladi, imtihon tugadi, tushaver deydi, o'shanda tushasiz. O'zingizcha xursand bo'lib tushib ketsangiz 100 ball olib ketasiz. O'shancha zo'r bajarib kelsangiz ham. Video davomida aytilmagan jarima ballari bilan tanishib chiqamiz. Istakada va boshqa joylarda avtomobil orqaga 20 sm gacha yursa ball yo'q, 20 sm dan 30 sm gacha yursa 20 ball, 30 sm dan uyog'iga yursa 100 ball. Boya nimaga svetofor poylanganini endi tushuntirib beraman. Svetofor oldidagi to'xtash chizig'ida 1 metr uzoqlikda to'xtasangiz 5 ball. Baloningiz chizig'i bo'lishi shart emas. Bamferingiz eng oldin nuqtasi palasani shunday buzib kirsa bo'ldi, 100 jarima bali. Kerakli masofani olib to'xtash bo'lsa sal qiyinroq. Chorrahadan boshqa joydagi stop belgisi bor to'xtash chiziqlarida 1 metr uzoq to'xtasangiz ulagan 5 ball. Agar bamferingiz buzib kirsa 20 ball xolos. Me'yor bo'yicha to'xtash uchun bokovidagi qaysi rakursdan qarashni birgalikda ko'rib chiqamiz. To'g'ri rakurs qanaqa bo'ladi? Sedinaga suyangan holatda gavdani shunchaki chapga tashlaymiz. Boshimiz mana oynaga tegadi, o'shanda ko'rinadi. Hech qachon shuna turgancha holatimizda yoki gavdani oldiga tashlab shuni qilib qaramaysiz. Unda bamferingiz chizig'i ustiga chiqib ketganda siz chizig'i ko'rasiz. Suyangan holatda xotirjam gavdani shunchaki chapga tashlaysiz. O'shanda ko'rinadi.
Yana bir eslatma, to'xtash chizig'ida uzoqroq to'xtab qo'ygan bo'lsangiz, uni yaqinlashtirishga urinmang. Aks holda kattaroq balo olib qo'yasiz, undan 5 balloga yaxshi. Imtihon paytida mashinani o'chirib qo'ysangiz, sizga jarima bali berilmaydi. Faqat mashinani o'chirib qo'ygandan keyin xavotirga tushmasdan 3 sekund ichida qayta o't oldirib olsangiz bo'ldi. Bir joyda yurmay turib, orqama-orqa 3 marta o'chirib qo'ysangiz, endi unisi 100 ball jarimaga sabab bo'ladi. Avtomobilda keskin tormoz bosib yorsangiz yoki keskin gaz bosib yorsangiz, buksavat qilib balonni chiylatsangiz, start finish chorag'idan tashqari boshqa joyda pоворot yo'qmasangiz, burilishlarning oldida to'xtab rol to'g'rilasangiz, svetoforni uzoqdan turib poylasangiz, bularga jarima bali mavjud emas. Xohlagan mashqingizni 1 sekundga bo'lsa ham kech bajarishingiz 15 ball, chala bajarishingiz 20 ball, umuman bajarmay o'tib ketishingiz 100 ball jarima. Aytaylik, stop belgisi oldida to'xtamadingiz, parkovkaga kirmadingiz yoki avariya zonada avarinkani yoqib to'xtamadingiz. Bularning hammasi 100 jarima baliga sabab bo'ladi. Endi ehtiyot bo'ladigan holatlar. Ball bermasa qanday buksavat qilmang. Tekis yo'lda rulni buramang. Bu pallasini bosib qo'yishga olib keladi. Tavsiya qilinadi. Sizga imtihon payti 16 daqiqa vaqt beradi. Siz hech qayerga shoshilmasdan xotirjam aylanib chiqqaningiz yaxshi. Eng kech qolgan o'quvchimiz yoshlar katta onaxon 13 daqiqada aylanib chiqqanlar. Biz hisoblab ko'rganmiz. Siz bilan menga o'xshagan odam 8 daqiqada aylanib chiqadi, ya'ni 8 daqiqa ortib qoladi. Videoyimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bilan obuna tugmasini bosib, amaliy imtihonda o'tolmayotgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.